Bugun sizlar bilan mana shu turdagi ajoyib volanli yengimizni qanday qilib modellashtirishni o'rganamiz. Bu yengimizni modellashtirishimiz uchun mana materialimiz bo'yi, bu esa eni. Mana 2 qavat qilib buklab olganmiz. Endi buni mana bu o'rta tirsak chizig'ini belgilab olamiz. Tirsak chizig'i bilan buni tutashtiramiz. Va shu chiziqni yengimizning uchi bilan tutashtiramiz. Endi shuni avallashtirib qirqib chiqamiz. Bu joyini tikamiz mana shu yergacha. Mana shu joydan shu joygacha tikib oldik. Endi yengimizni o'rnatamiz. Mana yengimiz tayyor bo'ldi. Buni chetlarini zakrutka qilsak juda ham chiroyli turadi.